Assalomu alaykum. Yaqinlarimga tabriklarim ijtimoiy loyihasining qadrli tinglovchilari. Nafaqat shodiyona kunlaringizda, balki yaqinlaringiz mehrini his qilishni istagan har qanday oningizda biz siz bilanmiz. Baxtdan ko'zlarni yoshlata oladigan, sog'inchlarni arita oladigan shodiyona elchilarimiz bugun ham yana bir mehribon insonning qalb uylariga g'oyibona tashrif buyuradi. Sizlar bilan doimgidek sevimli boshlovchingiz Zulfizar Qoryog'diyeva. Qani, ketdik. Alo. Assalomu alaykum. Alaykum salom. Navro'zbek aka bilan bog'landikmi? Ha. Yaxshimisiz akajon, omonmisiz? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Yaxshi. Har doim sog', salomat bo'ling. Bugungi go'zal kun qo'shaloq ayyomlar, tavallud kuningiz hamda Navro'zi olam bayrami muborak bo'lsin. Rahmat. Rahmat. Shunday go'zal, xayrli, barokatli kunda tavallud topgan ekansiz. Ilohim umr yo'llaringiz doimo shunday baxt va saodatga, mehr, muhabbatga to'la bo'lsin deb qolamiz. Ajoyib ayyom bahona sizga ozi bo'lsa-da shodlik ulashaylik deb yaqinlarimga tabriklarim ijtimoiy loyihasi orqali qo'ng'iroq qilayotgan edik. Boshlovchi singlingiz Zulfizar bo'laman. Bizning loyihamizga sizga atalgan o'ziga xos chiroyli maktublar, dilizxorlari kelgan ekan. Nima deb o'ylaysiz akajon, bugungi dilizxorlarni, dilnomalarni aynan kim yozgan bo'lishi mumkin? Singlim Bahorami? Ularning ham ismlari bor ekan. Yana kimdan kutasiz surprizlarni? Ukamdan, opamdan. Avvallari ham olganmisiz g'oyibona tabriklardan? Olganman. Ko'proq kim yo'llar edi? Ko'proq shu singlim deb o'ylayapman-da. Bugun aslida hamma yaqinlaringiz sizga turli xil usullarda chiroyli dilnomalarni yozib jo'natishmoqda. Telefoningiz ham tinmayotgani aniq, lekin aynan bizning loyihamizni tanlab surpriz qilaman deb tabrik xatlarini mehr bilan yozgan insonlaringiz dadajoningiz Sattor otamiz, onajoningiz Husnora ayamiz ekanlar. Alo. Chiroyli tabrik xatlarini yozgan insonlaringiz dadajoningiz Sattor otamiz hamda onajoningiz Husnora ayamiz ekanlar. Hozir ularni guruh qilib o'tirdim. Biz shuning uchun ham sizga bog'lana olmabmiz-da. Chiroyli kunda o'g'limizni bir xursand qilaylik. Ayni damda Turkiya davlatida bolajonimni Allohim har qadamida o'zi asrasin, omad rizqini ziyoda qilsin. Biz barcha farzandlarimiz bilan faxrlanamiz. Har birlari o'zgacha mehribon bizga. Ilohim yuzlari yorug' bo'lsin o'g'limizni. Har doim hayot yo'llari nurga to'lsin. Boriga shukr bolajonimni dedilar ota-onangiz. Rahmat. Ularning tabrik xatlariga ilohim aytganingiz kelsin. Dadajoningiz, onajoningizning tabrik xatlariga albatta sizni jonlardan ortiq yaxshi ko'radigan jigarlaringiz, oila a'zolaringiz, singiljoningiz Bahora opamiz, akajoningiz Eldor akamiz, ukajoningiz Usmonjon, opajonlaringiz Dildora va Maftuna opajonlarimiz, ahli ayolingiz Aziza opamiz, kelinlaringiz Shodiya opa, yangijoningiz Dilnoza opa hamda pochchangiz Doniyor akamiz, kuyovingiz Botirjon akamiz hamda Jasurbek akamiz, pochchangiz Botirjon akamiz, kuyovingiz Jasurbek aka hamda farzandlaringiz Ro'zimahmad, Muhammadali, Amirxon, Xadichaxon hamda Hasan, Ayjamol, Muazzamlar birgalikda hamroh bo'lib eng go'zal chiroyli tilaklarni sizga yo'llab qolgan ekanlar. Rahmat. Kutilmagan sovg'a bo'ldimi? Ota-onangizdan maktublarning kelishi? Kutmagan narsalar bo'lyapti.
Ota-ona uchun farzandlarni shodligidan o'zga bir quvonch yo'q aslida. Shuning uchun ham mehribonlaringiz uzoqda bo'lsangiz ham quvontiradi. Mana shunday go'zal so'zlarni yozibdilar. Hali bu hammasi emas. Sizni tarishingizdan so'ng go'zal maktublarni barcha yaqinlaringiz birgalikda dadajoningiz, onajoningiz duolarini qo'shib yozganlar. Shu xatlarni o'qib eshittirsak maylimi? Mayli, mayli. Rahmat. Assalomu alaykum, aziz va qadrli o'g'limiz. Bugun seni dunyoga kelgan kuning. O'sha lahza hanuz yuragimizda mavjud. Ilk bor qo'limizga olganimizda bag'rimiz qanday muhabbatga to'lganini, kichkina qo'llaringni mahkam ushlaganimiz, ko'zlaringga termulib kelajagingni orzu qilganimiz hammasi yodimizda. Bugun esa sen ulg'ayib, o'z oilasining tayanchiga aylangan suyanchiq va mas'uliyatli inson bo'lib turibsan qarshimizda. Ilohim, mana shunday barokatli qadamlaring bardavom bo'lsin. Ota-onang bugun seni bag'riga bosib, peshonangdan o'pib tabriklay olmasa-da, duolari har qachongidan ham senga yaqinligini unutma o'g'lim. Musofir yurtda oilam, farzandlarim deb mehnat qilib yurganingni bilamiz. Alloh topgan rizqingga baraka bersin. Har qadamingni o'zi qo'llasin. Begona yurtlarda seni o'zi asrasin. Sog'inchimiz cheksiz o'g'lim. Har tong seni duo bilan eslaymiz. Har kecha seni Allohga omonat qilamiz. Sen bizning bag'rimizni to'ldirgan pahlavonimiz, faxrimiz, ko'zimizning nuri bo'lib ulg'ayding. Bugun esa o'z farzandlaring uchun shunday mehribon, shunday kuchli ota bo'lib turibsan. Bundan ortiq baxt bormi bizga? Yoshingga yosh qo'shilsin o'g'lim. Umr yo'ling uzun va nurli bo'lsin. Qalbingdagi iymon mustahkam, ro'zg'oring tinch, oilang bilan baxting butun bo'lsin. O'g'lim, qayerda bo'lsang ham tanajoning sog' bo'lsin. Biz ota-onang uchun sening sog'liging, baxtingdan ortiqroq baxt yo'q aslida. Boringga shukr pahlavonim. Seni juda qattiq yaxshi ko'ramiz, sog'indik. Allohim nasib etsa, bundanda chiroyli kunlarda hali ko'p diydorlashib, ayyomlarni birgalikda nishonlaymiz. Ungacha o'zingni ehtiyot qilgin. Ko'p sog'intirma bolajonim, tezroq qayt. Umring uzoq bo'lsin bola. Ko'z munchog'im, ko'zim nuri, sen rohatim, jon huzurim. Senga makon, qalbim qo'ri. Umring uzoq bo'lsin bolam. Sen o'zining marhamati, senla go'zal dunyo asli, yuragimning bir parchasi. Kelajaging porloq bo'lsin, yurar yo'ling nurga to'lsin. Doim baxting kulib tursin, umring uzoq bo'lsin bolam deb faxrlanib, sizni sog'inib, tabriknomalarni yakunlabdilar. Rahmat. Kayfiyatlar ko'tarildimi biroz bo'lsa-da, xursand bo'ldingizmi? Rahmat. Juda ham ko'tarildi. Rahmat. Har doim qonib yuring. Dunyoda kim baxtli desa, albatta har bir inson ota-onasi borlar baxtli deb javob beradi. Siz mana shu go'zal baxtga muyassar bo'lgan insonlar qatorida ekansiz. Ko'z tegmasin oilangizga. Rahmat sizga. Akajon, bugun siz bilan qilayotgan suhbatlarimiz esdalikka muhrlanmoqda. Shunday chiroyli ayyomlarda, Navro'zi olam bayramida yaqinlaringizga aytar so'zlaringiz, sog'inchli salomlaringiz bo'lsa, ota-onangizga aytmoqchi bo'lib yurgan, lekin qalbingizga tugib qo'ygan dil izhorlaringiz bo'lsa, marhamat yo'llashingiz mumkin. Men ota-onamni, aka-uka, singillarimni jonimdan ortiq yaxshi ko'raman. Baxtimga o'shalar sog' bo'lsin, bo'ldi. Ilohim, aytganingiz kelsin. Oqibatingizga ko'z tegmasin. Singiljoningiz Bahora opamiz, barcha jigarlaringiz ham siz bilan faxrlanishlarini va sizdek insonni dunyoga keltirganliklari uchun ota-onangizga rahmatlar aytishlarini takror yozib yuboribdilar. Ilohim, barchangizdan Alloh rozi bo'lsin. Aytganingizdek jigarlaringiz baxtiga sizni baxtingizga ular hamisha omon bo'lishsin. Rahmat sizga. Rahmat. Boringizga shukr. Chiroyli kunda ajratgan vaqtingiz uchun, suhbatlar uchun rahmat. O'zingizni ehtiyot qiling, omon bo'ling. Rahmat. Allah bergan ne'matim
tugadi musibatim, payg'ambarga ummatim, bolajonim. Qizim yo o'g'limmisan, to'ldirding bag'rimni sen, bugun ko'r baxtimni sen, bolajonim. Allah bergan ne'matim, tugadi musibatim, payg'ambarga ummatim, bolajonim. Qizim yo o'g'limmisan, to'ldirding bag'rimni sen, bugun ko'r baxtimni sen, bolajonim. Ko'zlarim quvonchsan, hayotim nishonsan, yuragim sen yoksan, bolajonim. Bo'l suyangan tog'imsan, kel sog'ingan chog'imsan, o'g'limsan, oychog'imsan, bolajonim. Bolajonim, bolajonim, mani jonim. Bolajonim, bolajonim, qani jonim. Bolajonim, bolajonim, mani jonim. Bolajonim, bolajonim, qani jonim. Allah bergan ne'matim, tugadi musibatim, payg'ambarga ummatim, bolajonim. Qizim yo o'g'limmisan, to'ldirding bag'rimni sen, bugun ko'r baxtimni sen, bolajonim. Ko'zlarim quvonchsan, hayotim nishonsan, yuragim sen yoksan, bolajonim. Bo'l suyangan tog'imsan, kel sog'ingan chog'imsan, o'g'limsan, oychog'imsan, bolajonim. Bolajonim, bolajonim, mani jonim. Bolajonim, bolajonim, qani jonim. 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 Bolajonim, bolajonim,